Audio Jungle. Paxtakor tumani 2-maktabda filologiya fanlari yo'nalishi ona tili fan o'qituvchilari uchun kasbiy rivojlantirish kuni bo'lib o'tmoqda va bu jarayonlardan lavhalar uzatib boramiz. Kasbiy rivojlantirish tadbirlarini boshlanishi bilan, mana buni ochilishi bilan tabriklaymiz va mana tanlangan mentorimiz mana shu Paxtakor tumanida eng yuqori, eng yaxshi izlanuvchan ustozimiz mentor qilib saylab oling va bu jarayonda xabaringiz bor, o'zi bo'lmadi. Mana shunday shijoatli jonivor o'qituvchimiz tomonidan berilayotgan har bitta ma'lumotni siz yetakchi o'qituvchilar barchasini olib, o'zlaringizdagi maktabingizdagi yondosh o'qituvchilarga kasbiy rivojlantirish soati tadbirlarida batafsil barchasini yetkazib borasiz degan umidamiz va biz sizlar ancha bormi faqat nafaqaga chiqsam qolmoqchiman. Hozir darsimiz davomida natija rejalar haqida ham gaplashamiz. Bu yerda hozir suhbatda uzoq muddatliga bitta nima qo'yib ketasiz, maqsad shu. Qariyb biznesga o'shani reja Kengroq batafsilroq yoritasiz. xohlasam shu kutubxona kitob berib yotgan ham o'zim o'qiyman, chunki biz bilamiz o'quvchilar qaysi kitob so'rashini. So'rashgan kitob yo'qmi? Do'stlarni ko'rgimiz keladi, lekin vaqt ajratishga biroz qiynalyapmiz. Shoshib boramiz. Ko'pincha to'y marosimlarga ham fonida boshqa to'g'ri kelib qoladi. Shu kamchiligimni tuzatishga harakat qilishadi. Siz hammamiz ham shunaqamizku, deraza ochib qo'ying, bir piyola choy bo'lsa ham bo'ladi, misol biz ham hayolsiz sanglar. Ana senga kuch, ana senga motivatsiya dedik, shunga hozir ishimiz qiyin bo'lib ketdi. Shunga vaqtim kam bo'lib qoldi, shunga 5 ball qo'ydim. Keyingi balni 7 ball sog'lik va sportga. To'g'ri 7 ning o'zi sog'liqda, sportda ball yo'q. Sog'likka qo'ydim. Hali juda bir